Bir kulingiz bor. Bir kunlik o'xshaymanmi? Nech bo'ldi? Nech so'zsan? 16 bo'ldi qoldi o'zingizdan. Nima deyapsiz? Nech pul deyapsiz? 50 beryapman foydasiga. Ben 50 deydi. Men odamga o'tib bersam yo'q dedi, ketaverdi. Bo'lmanmi? Yigirma million bo'lsa sotdim. Mas'ullarga hurmat berdim. Bering, aka foydalansin. Ben 100 dollar foyda berib qo'yganman. Rostdan aytaman. Ey, mashina qurganish uchun men sizga savdoni qo'ydim. Mana shu boladan bir og'iz aytsam dedi. Pul emas bu. Shuning uchun sizdan aytdim. Odam bilan o'zim. Mana bu bilan o'zim olmayman. Nima aka? Bering, unaqami bering. Ochib bera olasizmi? 1 million berasiz. Ya, unaqami. O'zingiz kesmagansiz. 5 million pul tikib turib beraman. Mana 16 million tikyapman. Mana bir foydalaning. Bering, o'zingiz kamiga sotib. Aka, qattiqlik xosiyat olmaydi, bilasizmi? Berolmayman. O'zingiz turdi endi qattiqlik emas, gap turgan o'zingiz turdingiz bular uchun turdik. Berdi deganingiz. Aka, bitta gap yurasizmi? Mashq qo'yib bo'lyapti. 700 ming beraman, o'shligisi. Bo'ldi, bering endi. O'tirib chiqaman, bera olasizmi? 700 ming so'm beraman. 10 minutga 700 ming yomon emas u. Qattiqlik. Bering. Saridan ketadi. Mayli, bering. Xursand barakani bering bo'ldi. Xursandchilik bilan. 700 ming so'm otilib o'zim aytaman. Bering. O'tirsanlar bering. O'zingizga tosh otmang. Bir kunlik bo'lib ketyapti. Aka, xursandchilik bilan 16 million 100 bo'ldimi? Bo'ldi o'zi. Siz tekin kerak emas qo'y. Og'rimasda qo'y og'ritirmasda sotadi. Bu yoqda oldinmi og'ritirmasda? Ben olmam, bundan keyin og'ritirmasda. Aka. Kerakam bo'ldi. 16 million bor. Sho'rttakini turib. Ana nasib qilsa hasbiymiz. Nasib qilsa hasbiymiz. O'ziga non talab. Ya o'zim bitirdim ertadan beri. Menga qarang, 700 ming so'm to'plasam. Ya 700 bo'ldi, to'plasam. Bir kunlik bo'lsin lekin. Siz bir kunlik aka, siz 700 ming so'm to'plasam pul oling bo'ldi mana aka. Voy 50 ming 100 mingga qaramang. Qarang, ani qo'shib. Voy mashina ham ana qo'y. Yana oshirib olib bera qoling. Yana oshirib olib. Voy, yo'q, bayram bo'lib ketadi, bering. Bering. Bering foydalansin. Bering. Bo'ldi, bering. Dollar bo'lsa bering. Mashimi? Bering, aka, mana girer 30 tasini bering. 8 ming foyda berdi, xudo xolasa. 30 tasini. Nech pul bo'ldi shunda? 16 ming 200 bo'pti mana. Ota o'rtaga 20 million. Nech pul ekan bular? Nech pul ekan? 20 so'm aka. Nomerni qoldiring. Sotilmay qolsa uydan olib ketadi. Mana o'zingizlar bilasiz. Kimniki bu? Sizniki nech pul? 40 million ekan. Nomerni qoldiring. 90lik hop. 915. Mana shu nomerga murojaat qilsangiz shu molni egasiz. Mana. Kimga qiziq bo'lsa telefon qo'yasizlar. Bular aka qani molingiz? Hech puldan bular? Assalomu alaykum. 33 ga 32 da 31 deyapman. Nomeringizni aytib keting. 97lik 759 75 10. Mana shu nomerga murojaat qilasizlar. Okamda yil 12 oy mana shunaqa mollar bo'ladi. Olib ham sotib ham gaplashib yurishadi. Kimda mol bo'lib qolsa kechasi pul kerakmi, sirasi telefon qilsangiz shu nomerlarga shu akam olib qoladilar. Naqd puli.
6 milyon qilib yuruvdi. 1,5 milyon qo'yib oldim. 30 million deganimda arzgina bor. Bobar aka son. Bobar aka bo'ldi. Baxtiyor aka yana 500 ming pul sizga qo'shyapti. Tushmayapti. Nega tushyapti? Mol egalari ham ko'p. Yer oldingizmi? 7 milyon 500 ming so'm toza pul. Kelasizlar kelaverasiz. Baraka bo'ldi. Buni qattiqlik men bobar aka. Olmaysizmi aka 500 ming? Bering siz kamarsizda ketyapti. Bering. Shu topamanni qancha asar ketdi bor. Qaysi mol? Qaysi biri? Ola qorami? Nesi bo'lyapti? 37,5 bo'layotgan ekan mashmonimizni. Kuchli bir ichki savdo qilyapti. Mana mol. Tuxum bo'lyapti, ko'rasizlar? Mana zo'r. Nomer aytib ket. Mana Olasanlar shunaqa. Og'iramiz. Ayt nomer. 99lik 358 34 84 og'iramiz. Mana shu nomerda yig'sanglar mana shunaqa mol olishadi. Kim uydan sotmoqchi bo'lsa murojaat qilsin. O'zi bilan chiroyli qila oladi. 37,5 million. 38 milyon qo'ydik, so'ra bersalar olib. Aka, qolishmaydimi aka? Ey, so'ra. Qolishmaydimi aka? Uni olasiz. Mana bir birga yashamayman, u bilan Baxtiyor aka. Maqsad olib foydalanish buni. Shu 500 ming vaqtimizni Baxtiyor aka. Ya, jayini olagan yopishib Assalomu alaykum qilaylik. Baxtiyor aka, sizlar assalomu alaykum qilaylik. Mayli, pul topiladi sizlar. Unaqa o'tgan bo'lsang, unaqa inobatga olmayapsiz-ku, aka? Inobat shuncha suvdan inobatga olmayapsiz. Puliga shunchalik bo'lar endi, Baxtiyor aka. Odam so'zini inobatga olish kerak-ku, aka. Shundan qayerga o'tib sizga qo'yib qo'ydi. So'ra siyosiy bilan so'ra. Bo'qo bo'lib qoldi. Ey, aka. Qayerda bo'ladi-yu? Aka, qo'lingni men aytib sotgan bo'lib ber mashmoliy. Ber mashmoliy. Baraka ol. Mana qo'yib oling. Aka, to'g'ri sotsa o'tib bermoqchi. Qiynalib ketdim, basharalarni olaverman. Mol sotasiz 38 millionga 300 millionga o'tib beramiz. Xayri yo'qmi mollar? 37,5 qilsin. Ha, 37 38 qoldi. Hozir xayri o'tib bera qolsa Baxtiyor aka. Bitta gap 200 ming siylasizlar, ishni bitirib yuboring shu joyiga. Baxtiyor aka, endi hammasini olib ketib qolmang. Yoriling. Bular ham xarajat qilib kelganlar, bular ham Yoriling. Endi joy jostoniga. Bitta gapiring. 8 ham bo'lmaydi. Yo'q, hisoblab olamiz. Siz gapiring. Baxtiyor aka. Ey, buyoqqa qo'lingizga barmoq hisob. Ey, assalomu alaykum. Nima qildingiz-ki? Bir kilo qolmiz. Bitta molga 1 kilo qildingiz-ki, aka? Ya, dumalab, oyoq jalab, to'g'rilani. 1 kilo qildingiz-ki. 200 ming bo'lsa ham qayerga o'tib bersinlar, Baxtiyor aka? Olamiz bor ekan. Baxtiyor aka, shunchalikmi, aka? Shunchalik emas, zanga yetdimi boya? Ya, o'ziga qarab Arzon bo'lyaptimi mol? Baxtiyor aka? Bir ko'ring. 3 soatdan beri tomosha qilamiz-ku. 3 soatdan beri tomosha qilamiz-ku. Bizga yalni. Toza 38 ga astoydil berasizmi? Bera olasizmi? Ana endi bozor. Hurmatli obunachilar, 38 ga ham berilmas ekan mol. Savdosi tushmadi. U yoqqa aql yetmadi ekanmi? Mana shu mol. Mol lekin zo'r ekan. Bolasi nima? Bir qol. Nechi pul olasiz? 40. Necha litrlik? 15. Nomerni qoldiring. Hech shart emas. Ay. Necha litrli? Salkam 15 tasi. Telefoningizni qoldir. Telefoningizni qoldir. Narxini aytdingiz? Yetur. 30. 97lik 604 16 06. Necha litrli aytding? 15 ta. Bolasi nima? Onajon. Mana shunaqa molni bo'lib qolsa telefon ko'rsinmi? Bemalol. Bo'ldi. 30 talik, 40 taliklar ham bormi? Ya 40 talik yo'q, 30 taligi bor ekan. Bo'ldi. Men bemalol telefon qo'ying. Baqayerga bormi?
Taqirga ham bor ekan. Mana hamshirigi. Bu ham urg'ochi bolasi. Bu necha litrli? ham qo'rqinchoq. Bitta Ha? litr obzor qiling, keyin narx aytaman. Ha? Ikkini tuqqanam qo'rqchoq bolasi. Ha. 43 kg. 15 taga beraman yengilga. Oddiy po'choq-mochoqda 15 ta. Boyagi nomerlarga telefon qo'rasizlar, ikkalasi bitta odamniki. Nech bo'ldi hoji aka?